Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 22-aprel 2025-yil yana bir laboga poliga tunika qoplab berdik. Mana ko'rib turibsizlar, silliq holatda, zavodskiy yangi holatdagi yoniga ashka qilganmiz ekan. 1,5 yillik oldi. Endi poliga tunika qoplatgani ketdi akamiz. Mana bu joylariga shumkalar qo'yilmagan ekan. Endi shumkalari mana peneplekslari, konteyner pollari hamma joy-joyda qilingan. Tagiga ham taxta panel silliq holatda qilingan, shumizalyatsiya ham qilingan. Двойной nima qilingan, baquvvatlikda mahsulotlar qilgan. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol mana shu ekrandagi nomerlarga va mana bu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani, Bordon qishlog'ida 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Bunaqa pollari alohida ham sotiladi. Poliga rezinkalari bor, rezinkalari ham alohida sotiladi. Mana bu joyda akkumulyator to'sib turadigan, zashtaqlaydigan, arqon kulib chiqadigan nimalari bor. Sonliqlar bor, ularni ham alohida qo'yib beriladi. Mana bu tepasidagi bagajlardan ham bor. Ularga ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.